tepadagi mansabdorlarga bu narsa umuman muammo joyi yo'q. Bitta gonka qo'yadigan joymi, drift qiladigan joymi? Lekin 1 yil o'tdi, haligacha hech qanaqa mavzu yoki hech qanaqa aloqa bo'lmadi. Uni olib tashlaydilar o'sha odam, boshini olib tashlaydilar. Bu ekonomikamizga yanada pul. 2 kun oldin Mirobod tumanida bir yo'l patrul xizmat xodimini bir mashina urib ketdi. Bu juda ham dolzarb mavzu. Rovna 1 yil oldin anjuman bo'lgan edi, yo'l patrul xizmat bosh boshqarmasi anjuman o'tkazdi biz bilan. Va o'sha yerda shaxsan men taklif berdim, iltimos. Mana bu gonshiklarni kamaytirib bo'lmaydi. Bu qonda bor narsa. GAI bo'lmagan joyda, kamera bo'lmagan joyda albattaki gonka qo'yishadi. Va o'sha payt men taklif berdim. Iltimos bizga yoshlarga bitta gonka qo'yadigan joymi, drift qiladigan joymi tashkillab beringlar. Chunki men uverenman, tepadagi mansabdorlarga bu narsa umuman muammo joyi yo'q. Lekin eng zo'r narsalari birinchidan kim poyga qilmoqchi bo'lsa, o'sha yerda poyga qiladi. Ikkinchidan shaharda emas, boshqalarga ziyon keltirmaydi. Nimadir bo'lsa ham o'shaning ichida bo'lib qoladi va ayanchli oqibatga olib kelmaydi deb murojaat qilgan edim, taklif bergan edim. Biz bilan bog'lanadilar dedilar shu respublika GAI boshliqlari. Lekin 1 yil o'tdi, haligacha hech qanaqa mavzu yoki hech qanaqa aloqa bo'lmadi. Shu gapim bilan aytmoqchiman, hozir jinoiy javobgarlikka tortmoqchilar, ya'ni gonka uyushtiradigan odamlarni va shularni. Bitta oddiy misol. Boshqa davlatlarda o'g'irlik qilsa, qo'lini olib tashlaydilar yoki yana qayergadir qanaqadir yomon og'ir jinoyat qilinsa, o'lim bilan bog'liq qaror chiqaradi, ya'ni hayotini olib tashlaydilar o'sha odam, boshini olib tashlaydilar. Lekin baribir ham o'sha jinoyatlar, o'sha yomonliklar bo'layapti haligacha. Ya'ni meni taklifim, iltimos meni to'g'ri tushuninglar. Bizani ham o'ylanglar, bizga yordam beringlar. Ya'ni avtomobillarga maxsus poligon, maxsus joy. Endi qaranglar, uni foydasi qanaqa? Birinchidan ofitsial darajada gonkalar bo'ladi bizda. Ikkinchidan drift shoular bo'ladi. Avtomobil shoular bo'ladi. Yaqin MDH davlatlardan mehmonlar keladi. Ya'ni bu ekonomikamizga yanada pul. Chunki kimdir mehmonxonada yashaydi, obed qilib keladi, obed qiladi, ujin qiladi, benzin bizdan sotib oladi zapravkalardan. Hammaga zo'r bo'ladi. Qachonki yanada mehmonlar turist bo'lib keladi. Avtomobil dunyosida biz avtomobilchilar juda ham yaxshi ko'ramiz qanaqadir ko'rgazmalarga, anjumanlarga borishga va bir interesniy mashinalarni ko'rishga. O'shanga hurmatli amaldorlar, agarda bizga yordam bersangiz, men sizga aytaman, shu yo'llarda avariyalar kamayadi. O'limlar kamayadi. Chunki bor bir anaqasini, agressiyasini avtomobildagi o'zini ko'rsatmoqchi bo'lsa yoki gonka qo'ymoqchi bo'lsa, odam boradi, poligonda qiladi, qaytib uyga keladi va tinch yuradi. Bu boshqa davlatlarni tajribasi bizda ham rivoj bo'lsin deb gapiraman. Umid qilamanki, gaplarim kerakli joyga yetib boradi va hammasi yaxshi bo'ladi.